Assalomu alaykum hammaga, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimizga kelar. Har xil turdagi do'konimizga mini katta variantdagi kartalarimiz kelgan. Kartalarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Eng kattasi mana shu bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $220 chiqadi. Off-on o'chirib yoqish rejimlari bor, shlankalari o'zi topib oladi. Pistoletiga keladigan bo'lsak, pulsli pistoletlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Pistoletlarni pulsli pistoletlardan qo'yilgan, Beyler firmasiga tegishli va kichikroq variantlari bor. $120 chiqadi, shlankasi bor, pistoletlari. Komplektidagi mana bunaqa penavachok va mana bunaqa nasibkalarimizni qo'shib beramiz kattalariga. Va mana bunaqa arzonchi variantlarimiz ham bor. Bu ham $120 chiqadi. Komplektiga mana bunaqa mashinalar yuvish uchun lattalarni qo'shib beramiz. Va nasibkalari ham mavjud. Keyin Peter firmasiga tegishli mini kartalarimiz mavjud. Bularga ham shunaqa penavachok qo'shib beriladi. Shto'lim firmasiga tegishli, Peter firmasiga tegishli 1200 vatli Gizi gipermelis degan variantimiz bo'ladi. Va mana bunaqa arzonchi variantlarimiz ham bor. Mana bunaqa cho'tkalari, penavachoklari qo'shib beriladi har bittasiga. Kimga narxlarni bo'lgan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, optim narxlarda qilib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, videomizga like bosib qo'yasizlar.